Men Karmon tumani 24-Umid ta'lim maktabi 11-sinf o'quvchisi Nurmurod Umidman. Men bu kimyo fani bo'yicha birinchi o'rin sovrindori bo'ldim. Bu mukofotni degan kutmagandim. Bu fan bo'yicha 4 yildan buyon tayyorgarlik ko'raman. Ustozim Mirzayev Aziz o'qituvchim bo'ladilar. U domlalar 22 yildan beri, 25 yildan beri o'z ish faoliyatini olib boradilar. Avvalambor bu yutuqqa erishishimga sababchi bo'lgan ota-onam shu insonga berdilar, shu inson meni tarbiyaladi. Nima deyman endi, bu yutuqqa erishish oson bo'lmadi-yu, lekin kutmagandim. Bu yutuqqa erishaman deb o'ylamagandim. Otam ustoz. Yoshlikdan beri qiyinchilik bilan meni katta qilganlar. Shu kishiga rahmat aytaman. Yana ham bundan ko'p yutuqlarga erishishimga harakat qilaman.